Rum surasida ajoyib bir sir ma'lum bo'lib, sizga haddan tashqari zulm qilayotgan kishidan qutulish imkoniyatini beradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mazlumning duosidan qo'rqishga chaqirganlar. Chunki uning duosi beparda qabul bo'luvchidir. Shu sababdan birovga zulm qilib, qarg'ishidan halok bo'lishdan doim o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi mazlumlarning duosi o'tmagandek ko'rinadi, ammo u o'tgan bo'ladi, ijro oz-moz kechikkan bo'ladi. Nuh alayhissalomni eslang. U zot qavmlarini duo qilganlarida darhol qabul bo'lgan xabari keladi. Ammo oradan 40 yil o'tib to'fon balosiga giriftor bo'ladilar. Ba'zilarda darhol, ba'zilarda biroz kechikibroq keladi. Baribir keladi. Kimki tezroq zolimni to'xtatishni istasa, Rum surasining harflarini sanab chiqib, o'sha miqdorda bu surani o'qiydi va ortidan dushmanidan panoh so'rab duo qiladi. Shunda u tezdan ijobat bo'ladi. Inshaalloh taolo.